jannatda shunaqangi yeydigan shirin narsalar bor ekan yoki erkaklarga shuncha juft halol bo'lar ekan emas. Jannatda avvalo Allohning jamoli bor. Imom Azam rahmatulloh alayh hammamiz havas qiladigan ulug' zot, mazhabboshimiz. Alloh taolo u kishi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida jannatlarda birga qilsin. Chunki ahli ilmlarni, yaxshi insonlar mo'min odam yaxshi ko'radi, mo'min odam hurmat qiladi. Qalbida iymoni bor insongina Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining merosxo'rlarini yaxshi ko'radi, hurmatlaydi, ehtiromlaydi. Faqat munofiqlargina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va u kishining merosxo'rlarini yomon ko'radi. Imom Azam rahmatullohi alayhni yaxshi ko'ramiz, juda ham yaxshi ko'ramiz. Hurmatimiz baland. Bu dunyoda ko'risha olmagan bo'lsak, u kishini mazhablab yurar ekanmiz, oxiratda jannatda umid qilamiz. Va u kishiga o'xshagan qancha ahli ilm ulamolar bor. Imom Buxoriy hazratlari, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, sahoba ikromlarimiz, mu'minlar onalari, bu boshqa payg'ambarlarimiz jannatda orzu qilganda faqat haligi jannatda shunaqangi yeydigan shirin narsalar bor ekan yoki erkaklarga shuncha juft halol bo'lar ekan emas. Jannatda avvalo Allohning jamoli bor. Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bor. Jannatda shunaqangi Allohning ulug' payg'ambarlari bor. Jannatda Allohning shunaqangi ulug' do'stlari bor. Ana ularni ko'rish, ana o'sha insonlar bilan birga bo'lish haqiqiy jannat rohat.